Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Shayton haqida gapirib bersangiz debdilar. Endi shayton haqida gapirsangiz gap ko'p. Qisqa qilib aytganda u jin, farishta emas u. Shayton bo'lishdan avval u juda ham ibodatgo'y bo'lgan, olim bo'lgan, farishtalarga dars bergan, azozil bo'lgan. Keyin u bizga bitta rosa nuqtasi bor-da. Kulminatsion nuqtasi deydi-yu, e'tibor beradigan joyi. Qarang, eng Xudoning yaqin bandasi bo'lgan. Shu darajada olim bo'lganki, farishtalarga dars bergan. Shu darajada ko'p ibodat qilganki, ba'zi bir rivoyatlarda peshanasi tegmagan yerda joy qolmagan deydi. Xuddi o'sha narsalari bilan bu o'zini katta oldi, ilmi bilan, ibodati bilan. Ular o'tdan yaralgan ular, jinlar. Shu narsalar bilan bitta kibrga ketib turib, endi unga Xudoni la'nati bo'lsin deb eslanadigan bo'lib qoldi shayton. Qarang, qatta gapirilsa alayhi la'na deb gapiriladi. Unga Allohning la'nati bo'lsin u shaytonga deb gapiriladi. Shayton Xudoning huzurida marjum, ya'ni auzu billahi minash shaytonir rojim deb aytamiz-ku. Ar-rojim degani uyimizga it kirib qolsa tosh otib haydaymiz-ku. Shuni aytadi. Xudoning huzuridan tosh otib haydalgan shaytonning yomonligidan panoh so'rayman degan. Shu haydalganda Xudoga u aytgan, menga muhlat ber degan. Ya'ni menga shuna imkon ber, yashay degan. U ham hozir ham bor, o'sha odam alayhissalomga sajda qilmagan shayton hozir ham bor. Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. Endi aytdiki, shu yerda Xudoga aytdiki, men seni bandalaringni oldidan, eplanmasam orqasidan, eplanmasam o'ngidan, eplanmasam chapidan, eplanmasam tepasidan, eplanmasam pastidan, hamma tomondan kelib baribir eplayman degan. Nimani eplaydi u? U bizni yo'ldan urishni eplaydi. Rasululloh alayhisalom hadislari bor, meni ummatimni bo'risi bor dedilar. Bo'ri cho'ponni qo'yini poylab yuradi. Har qanaqasiga olaman deydi. Xushyor cho'pon bo'lsa, oldirib qo'ymaydi. Qo'y endi u qo'y endi. U cho'ponga muhtoj bu. Ummatimni bo'risi shayton dedilar. U bizdan nimani oladi? Pulni oladimi? Yo'q. Telefonimizni olib qo'yadimi? Yo'q. Xudo saqlasin, u shayton bizni iymonimizni poylab yuradi. Har qanaqasiga olsam deydi. Hech bo'lmaganda o'layotganda ovolaydir ekan. Shayton shu. Allazi shaytonning sifati allazi yuwasvisu fi sudurin nas. Odamlarning ichida, qon tomirida yurib vasvas qiladi. Nima deydi? So'kin, nos chek, sigaret chek, roza tutma, namoz o'qima, yolg'on gapir, alda, to'g'ringdan kelyapti, qara, to'yib qara. Ayol kishini aytmoqchiman, mashina aytmayapmanmi? Qara deydi. Xo'p, shuda endi uni ishi bizni yomonlikka boshlab yaxshilikdan to'sish uni ishi. Hech bo'lmaganda esnataman degan ekan namozda. Agar eplanmasa, mana tahorat qilma dedi, qildik. Namoz o'qima, masjidga kirma dedi, mana kirdik. Epladiga. Endi hozir ko'rasan sen deydi. Namozda hayoling chachaman yo esnataman deydi.